Ulusvoli Argu viloyat Badaxshonga bir qaziya teztarin holatga o'tdi. Safoat majoziy ko'rgansiz. Muallimdi o'zi. Maydagina farzandi 7 yashar ixtitob bo'ladi. Bir muallimiki hamisha to'l umri baxotira farhangi o'sha ma'naviyati jamiani ashaddan zarurati bor. Shuni pesh yeltib bir xonavada farhangi g'arib xonavada 7 yashar farzandi Shahid Usmonjon ixtitob bo'ladi. Ba'zi ixtitob bo'lgandan so'ra bachaginani dashtu biyobonhoy mahrubadan topadi. Ham ko'zi chiqarilgan va ham qalblari, jigarlari chiqarilgan va ham aksari badanlarini ham muslaqagan. Alloh rahm qilsin. Alloh rahm qilsin. Payg'ambarning ummati bunday emas edi. Payg'ambar bunday qilib dars va tahlil bergan emas edi. Hayvon darranda hatto ish qilmaydi. Bir bechora muallimiki 7 mikrofoni maoshi bor. Sen bundan nima taqozo qilasan? Sen bundan nima tilaysan? Nimasi bor ki senga bersan? Xususan bir farzandi ma'sum agar girim otasi mujrimam bo'lsa, hech goh farzandi haqqi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Janobi Maoz roziyallohu ta'ala anhuni amir lashkar tayin qiladilar. Aytdilar-ki, Maoz, vaqtiki lashkarni tashkil berasan, ummat ustiga qaratib, ehtiyot qilgin kasoyiki qarri bo'lgidek bo'lsa qo'lingdan ozor ko'rmasin. Ehtiyot qilginki mayda tifl ma'sum farzandlar lashkari islomni qo'li bilan ozor qilmasin. Hammamiz musulmonmiz. Hammamiz kalima o'qiymiz. Falihazo manshur Ramazon muborak behtarin fursat. Alloh taolo sadoy g'aybi bilan aytadiki: "Yo sohibi sharri aqsil." Ey shar, yomon ishdan anjom berayotgan qo'lingni ko'tar qilgin. Bas qilgin. Sharm qilgin. Millatni qalbini hozirda qilmang. Wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Alloh taolo suriya Takwirga bayon qiladiki, zamoniki ma'sum maydagina farzandchalarni olib kelinsin. Qiyomatga Alloh taoloning o'zlariga tortsin. Bi ayyi dhanbin qutilat. Nima jurm bilan sen qatl bo'lding? Nima uchun seni shahid qildi? Nima uchun seni qatl qildi? Ba'zi kishi qaziyani, shoyat nasli javonlar hammalaring ko'rgansizlar. Ba'zi kishi qaziyani safay majoziga ko'rganimday 10 vohid ehsos qildi. Men aytdimki, ey falona, agar shu qaziya seni o'yinga ustiga ruh bersa nima qilasan? Dunyo inson ustiga harom bo'ladi. Wala hayron qolasizki, musulmonlik tergadi. Shu o'zimizni faryob bizga. Onasini qatl qilmadi. Bir kishiki tishini qisib 360 mafsali juroh bo'lib qarsillab ustixon singandan ko'ra ganda qilib insonni dunyoga ham ketirsa, shuni ham xulqumginasiga, shuni ham gardanginasiga inson pichoq qo'yadi. Bular hammasini sarjam yig'ib kelsangiz, Xudodan g'ofil bo'lgan kishilar bu ishni qiladi. Xudodan uzoq qochgan kishilar bu ishni qiladi. Al-jumla sunnatahoy Ramazon muborak aziz nasli javonlar. Bittasi shuniki, duoni ko'p qilish kerak. Duo ko'p qiling. Ko'toliklaringizni hammasini izhor qiling. Va Alloh subhanahu va taologa pesh qiling, ayting: "Ey Robbim, qablaziki fok qilmasang, xok qilmagan. Qablaziki foklamasang, to'rfoqni tagiga borishlikni men o'zimga munosib bilmayman."